Mana. Akfachini uyda ham shu ahvol. 5 yil bo'lgan. Bu eshikni o'rnatganimizga. Mana yana. Kalta. 5 yil bo'lgan. Eshikni o'rnatganimizga hamma yo'g'ini cho'tki qilib, tekis qilib qilingan. Lekin baribir rezinkasi kaltay qo'ygan. Mana yana ikkinchi eshik. Hammasi shunaqa ahvol. Mana. U biz atay cho'zib, tortib, uzaytirib o'tkazmaymiz uni. Bu rezinka o'z sovuqda tarasha bo'ladi. Ko'pchilik shundan jalb qiladi. Bu bizning qo'limizda emas bu narsa. Bu rezinkani o'zi shunaqa. Choklar cho'tkiga o'zimiz uyimizga qarab. Mana. Hamma tomon shu.